Qovoq qimmatli vitamin va mikroelementlar manbai. Undan toblama, sabzavotli sho'rva, bo'tqa, pyurelar tayyorlanadi. U hatto shamollash davrida ham o'zni yaxshi his qilishga yordam beradi. Qovoq yeyish uchun ko'plab sabablar bor. Quyida ularning ayrimlarini sanab o'tamiz. Teri holatini yaxshilaydi. Qovoq beta-karotin manbai. Bu karotinoid organizmga tushgach, A vitaminiga aylanib, hujayralar yangilanishini tezlashtiradi. Husnbuzarga qarshi kurashadi. Teri rangini yaxshilaydi. Bundan tashqari qovoqdagi antioksidantlar quyoshdan himoyalovchi tabiiy krem. Ular ultrabinafsha nurlarning teriga salbiy ta'sirini kamaytirib, xavfli o'simtalar rivojlanishining oldini oladi. Qovoqning yana bir xususiyati ko'p miqdorda askorbin kislota mavjudligi. U kollagen terini tarang va silliq qiladigan, uning himoya kuchlarini oshirib, ajinlar paydo bo'lishini sekinlashtiradigan oqsil. Nemis va Brazil olimlarining aniqlashicha, kollagen sellyulitni kamaytiradi. Bundan tashqari, tirnalgan va ko'kargan joylarning bitishini tezlashtiradi. Yurak ishini me'yorga keltiradi. Erkin radikallar moddalar almashinuvi jarayonida hosil bo'ladigan molekulalar. Ular bir tomondan zararli bakteriyalar va viruslar bilan kurashadi. Boshqa tomondan erkin radikallarning organizmda haddan ortiq bo'lishi oksidlanish stressini yurak tomir kasalliklarining eng ko'p uchraydigan sabablaridan birini chaqirishi mumkin. Organizmda tabiiy himoya qalqoni vazifasini qovoqda ko'p miqdorda bo'lgan antioksidantlar bajaradi. Unda alfa-karotin, beta-karotin va beta-kriptosaltin mavjud. Ular erkin radikallarni neytrallashtirib, hujayralarning zararlanishi oldini oladi. Bundan tashqari qovoqda kaliy ko'p. U esa qon bosimini me'yorga keltirib, insult xavfini kamaytiradi. C vitaminiga boyligi uchun qovoq yomon xolesterinni chiqarib, tomirlarni mustahkamlaydi. Uchinchi sabab qovoqni iste'mol qilishimizga immunitetni mustahkamlaydi. Qovoq eti va urug'lari organizmning himoya kuchini oshiradigan oziq moddalarga boy. Bu eng avvalo beta-karotindir. A vitaminiga aylangandan so'ng u turli infeksiyalar, viruslar va bakteriyalar bilan kurashuvchi oq qon tanachalari hosil bo'lishida qatnashadi. Bundan tashqari, bu vitamin antitanachalarning ayrim vaksinalarga reaksiyasini yaxshilashi mumkin. Immunitetni mustahkamlaydigan va tuzalishni tezlashtiradigan oq qon tanachalari hosil bo'lishini askorbin kislota ham tezlashtiradi. Qovoq urug'larida mavjud rux tabiiy immunomodulyator sanaladi. U yetishmaganda leykositlar hosil bo'lishi sekinlashadi va organizmning infeksiyalarni qabul qilishi ortadi. Qovoq E vitamini, temir va foliy kislota singari immunitetni mustahkamlash ta'siriga ega foydali moddalarga boy. To'rtinchi sabab organizmni tozalaydi. Qovoqli taomlar yengil hazm bo'ladi, shilliq qavatlarga ziyon yetkazmaydi, yaxshi ich yumshatish ta'siriga ega. Bundan tashqari qovoq kuchli siydik haydovchi vosita. Undagi mineral tuzlar va pektinlar organizmdan ortiqcha suyuqlik va zaharli moddalarni chiqaradi. Shifokorlar yurak va buyraklar ishi buzilishida, shuningdek homiladorlik paytidagi shishlarda yangi siqilgan qovoq sharbatini ichishni tavsiya qilishadi. Biroq bu mahsulotning barcha foydasiga qaramay, uni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak. Ba'zi dorilar bilan uyg'unlashtirganda qovoq nojo'ya ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, u litiy ichadiganlarga tavsiya qilinmaydi. Qovoq tarkibidagi kletchatka ham ijobiy tozalash ta'siriga ega. U oshqozon ichak traktiga tushib, zaharli moddalarni bog'laydi va organizmdan chiqaradi. Beshinchi sabab kayfiyatni ko'taradi. Qovoqni taomnomangizga kiritsangiz, o'zingizni depressiyadan himoya qilasiz. Mineral tuzlar, vitaminlar, organik kislotalar va pektinlarning ajoyib uyg'unligi uni stress va yomon kayfiyatga qarshi kurashda samarali vositaga aylantiradi. Bundan tashqari, qovoq urug'larida triptofan muhim aminokislotalardan biri bor. Bu tabiiy antidepressant, quvonch gormoni serotoninning vazifadoshidir. Triptofan bezovtalik darajasini pasaytirib, tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Serotonin tajovuzkorlikni tiyishga yordam beradi. Stressga chidamlilikni oshiradi va xursandchilik hissini paydo qiladi. Bundan tashqari, quvonch gormoni yaxshi uxlashni ta'minlaydi va uyqusizlikning oldini oladi. Kechki payt yorug'lik yo'qligida serotonin, melatonin uyqu gormoni ajralishini
faollashtiradi. 6 sabab vaznni nazorat qilishga yordam beradi. Qovoq vaznini nazorat qiladiganlarga judayam mos keladi. Yuqori ozuqaviy qiymatiga qaramay, uning kaloriyasi kam. Qovoq eti 90% suvdan iborat. Shuning uchun 100 gram qovoqda atiga 22 kilokaloriya bor. Bundan tashqari qovoq kletchatka manbai bo'lib, to'qlik hissini paydo qiladi va yeyilgan taom miqdorini kamaytiradi. Bundan tashqari uning etida karnitin yog'larning parchalanishini tezlashtirib, organizmning chidamliligini oshiradigan modda bor. Shu bois qovoqli taomlar aksar parhezlarning asosiga aylangan. Eng muhimi, ularni to'g'ri tayyorlashdir. Taom ta'mini yaxshilash uchun shakar o'rniga unga dolchin, ozroq muskat yong'og'i, bodom va asal qo'shing. 7-sabab ko'rish qobiliyatini himoya qiladi. Ko'plab tadqiqotlarga ko'ra, A vitamini tanqisligi ko'rish qobiliyati yomonlashishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri. Bu vitamin g'ira-shirada yaxshi ko'rishga javobgar fotoretseptor hujayralarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Bu vitamin yetishmaganda ko'z quruqlashadi va g'ira-shirada ko'rish yomonlashadi. Bundan tashqari qovoq lutein va zeaksantinga boy. Bu karotinoidlar ba'zi ko'z kasalliklari rivojlanishi xavfini kamaytiradi va yosh o'tgan sari ko'rish qobiliyati yo'qolishining oldini olishga yordam beradi. Xitoylik olimlar o'tkazgan 20 dan ortiq tadqiqot natijalariga ko'ra, beta-karotinni ko'proq qabul qilgan odamlarda keksalikdagi katarakta rivojlanishi xavfi ancha past. Aziz kuzatuvchilar, agar sizga roliklarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Keyinchalik sizga yana bundan qiziqarli va bundan foydali ma'lumotlarni taqdim etishda bardavom bo'lamiz deb umid qilamiz.